Ikki xil tanish hammamizda bor. Bittasi ilmi ko'p bo'lmasa ham, bilimli bo'lmasa ham, g'o'dasi katta, baquvvat bo'lmasa ham yoki puli ham kamroq bo'lishiga qaramasdan baribir katta davralarga kirib keta olishadi va ularga bildiriladigan ishonch ham yuqori bo'ladi. Shu o'rinda u kelganda ko'p davralarda xursand bo'lishadi. Yoki ikkinchi tur insonlar, ular ilmli, baquvvat, har tomonlama inson sifatida o'ta rivojlangan, lekin baribir ular odamlarning ishonchini qozona olishmaydi, katta davralarga qo'shila olishmaydi va umuman ular kelganda xursand ham bo'lishmaydi. Xo'sh, bu ikki tur insonlarni o'zaro nima bog'lab turadi va qanday kuchli hislat bu ikkala insondagi tafovutni tushuntiradi deydigan bo'lsangiz, bu hislatni birgina so'z bilan biz aniq ifodalay olamiz. Bu so'z farosat. Nima uchundir biz qaysidir insonlarni ko'rib aniq farosatli deya olamiz, qaysidir birlariga esa basharasiga qarab turib befarosat degimiz keladi. Xo'sh, farosat o'zi nima? Va psixologik nuqtai nazardan farosatli insonlarning va farosatsiz insonlarning farqi nimada? Hamma ham farosatli bo'la oladimi yoki befarosatlik bu umr oxirigacha qo'yilgan diagnozmi? Bularning barini ushbu video davomida bilib olamiz. Boshladik. Bilaman, befarosat tanish hammamizda bor va bu gohida do'stimiz ham bo'lib qolishi mumkin yoki yaqinroq insonimiz ham bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, farosat o'zi nima? Aynan farosatni ilmiy tushuntirish bilan anglatishga hozir harakat qilaman. Farosatni ko'pchilik tarbiya deb o'ylashadi. Yo'q, unday emas. Farosat o'zi inson o'zini egosidan, ya'ni qaysidir ma'noda o'zini nafsidan balandroqqa ko'tarilib, atrofni va atrofdagi insonlarni rentgen qila olish, ya'ni analiz qilib anglay olish qobiliyatidir. Ya'ni siz bo'ldi, faqat men mashq o'tirman, menga komfortli bo'lishi kerak, faqat men maza qilsam bo'ldi deydigan bo'lsangiz, yo'q, bu farosatlilikka kirmaydi. Farosatlilik bu atrofingizda nima bo'layotganligini ko'ra olish, tahlil qilish, hozir va shu yerda bo'lish va eng muhimi atrofingizdagi insonlar holatini ham anglay olish mahoratidir. Hozir bu mavzuni chuqurroq anglar ekanmiz. Siz muvaffaqiyatning yana bir kalitini aynan farosatda topishingiz mumkin. Ana endi esa farosatning psixologik tabiatini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda esa o'sha biz sevgan farosatsizlikka yuzlanamiz. Psixologiyada farosat bu emotsional intellektning amaliy ko'rinishidir. Ya'ni farosatsiz deb emotsional intellekti ishlamayotgan insonlarga nisbatan aytishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, emotsional intellekt o'zi nima deydigan bo'lsangiz, unga ham qisqacha tushuntirish berib o'taman. Bu esa keyingi mavzularimizni yaxshiroq anglashimizga yordam beradi. Emotsional intellekt bu o'zingizning va qolganlarning emotsional holatini, ya'ni ruhiy holatini tushunish, anglay olish va ko'ra bilishdir. Agar siz oldingizda turgan insonni ruhiy holati siz gapirmoqchi bo'lgan gapga mos emasligini bila olish imkoniyatiga ega bo'lsangiz, demak sizda emotsional intellekt ishlayapti. Misol uchun, siqilib, bundoq xafa bo'lib o'tirgan odamga siz hech qachon borib, "Davay bu narsa o'ynaymiz" deya olmaysiz-ku, to'g'rimi? Bu noto'g'ri bo'ladi, chunki u hozir boshqa narsalar bilan siqilib band bo'lib o'tirganligini ko'rib turibsiz. Mana shu analiz qila olish qobiliyatini o'zi emotsional intellektdir. Bu mavzu aslida katta, qisqacha tushuntiradigan bo'lsam shu. Lekin bu mavzuga alohida video qilamiz, shuning uchun Bayon Meros akkauntiga obuna bo'lib kuzatishni davom eting. Biz esa farosatga qaytamiz. Demak, farosatsizlik bu insonning faqat o'z ya'ni ehtiyojlarini, instinktiv xohishlarini inobatga olishidir. U atrofdagilarning chegarasini sezmaydi. Atrofdagilarning chegarasini deganda ham biz yana bir tushunarsiz termin bilan tanishimiz mumkin. Atrofdagilarning chegarasi har bir insonning o'zini chegarasi bor va turli xil insonlarda bu chegara turli xil namoyon bo'ladi va siz bu insonlarning shaxsiy chegarasini buzadigan bo'lsangiz, birinchi navbatda farosatsizlik ko'rsatasiz, ikkinchi navbatda bu insonga emotsional noqulay vaziyatni tug'dirasiz va hokazo. Oddiygina misolni aytaman. Har bir insonda chegara har xil bo'ladi va bu maydon chegarasi haqiqatan ham
sizga kutilmaganda notanish inson juda yaqin kelib gapiradigan bo'lsa, siz o'zingizni qanaqa his qilasiz? Juda noqulay bo'ladi. Yoki shunday insonlar bor, gapirayotganlarida qo'llari mana bunaqalariga oldindan otilib ketib, mana bunaqalariga tushuntirishadi albatta. Bu tushuntirishlar natijasida esa ularning qo'llari sizni yuzingiz atrofida yoki tanangiz atrofida ko'p aylanib qolishi mumkin. Yoki yana bir yoqimsiz vaziyatni aytadigan bo'lsam, kimdir endi tanishgan odami sizni urib, ushlab nimadirlarni tushuntiradigan bo'lsa ham sizga yoqimsiz tuyuladi. To'g'rimi? Nimaga? Chunki bu inson sizni shaxsiy chegarangizni buzyapti va mana shu hissiyotni paydo bo'lishi shaxsiy chegara deb ataladi. Aynan farosatsiz insonlarning yana bir belgisi bu shaxsiy chegarani buzishdadir. Har bir insonning o'ziga qulay bo'lgan maydoni bor, uni buzish mumkin emas. Chunki buzadigan bo'lsangiz, u insonga noqulaylik tug'dirasiz. O'zi buzishi mumkin bo'lgan insonlar bor. Bu bizning o'ta yaqin insonlarimiz, do'stimiz yoki ayolimiz yoki turmush o'rtog'imiz bo'ladigan bo'lsa, bu chegara yaqinroq bo'ladi va bu normal holat. Lekin qirqbegina odam chegarani buzadigan bo'lsa, sizda o'xshash emotsiyalar paydo bo'lib qolishi mumkin va bu ham normal holat hisoblanadi. O'z chegarangizni doimiy ravishda asrab himoya qiling, chunki keyinchalik chegarangizga kirishga o'rganib qolishlari mumkin. Chunki bu sizni chegarangizligini shunchaki odamlar tushunmasligi ham mumkin. O'zingiz ham bu holatda boshqalarning shaxsiy chegarasini inobatga olib muloqotlashing. Oddiygina misol, shunday insonlar bor, kim bilandir so'rashganda mana bunday so'rash bu normal holat. U hamma tanishlari bilan, atrofdagi hamma insonlar bilan mana shunday so'rashadi va bu inson bilan siz holatida so'rashadigan bo'lsangiz, birinchi marta ko'rishganingizda bu insonga juda ham noqulay va yoqimsiz bo'ladi. O'zingiz ham bunday vaziyatda yashab o'tgan bo'lishingiz mumkin. Shunday ekan, bu juda ham muhim bo'lgan vaziyatdir va farosatsizlikning ham belgisi aynan shaxsiy chegarani buzishda ayon bo'ladi. Xo'p, farosatlilik nimada ko'rinadi deysizmi? Farosat bu katta inson pozitsiyasida turib vaziyatni tahlil qilish, bu aytilmagan gapni eshitish va ko'rsatilmagan og'riqni his qilish san'atidir. Aynan aytilmagan gapni eshita olish, yana bir bora qaytaraman tushunarliroq bo'lishi uchun, farosatlilik bu aytilmagan gapni eshita olish va boshqalarning ruhiy vaziyatini tushuna olish mahoratidir. Misol uchun nimadir yerda noto'g'ri yotgan bo'lsa, uni olib qo'yish kimdir tomonidan etilish kerak bo'lgan ish emas, lekin uni o'zingiz qilib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha etilmagan gapni eshitishingiz deb qabul qilsa bo'ladi. Ya'ni bu ko'chada yotgan любой musor man tashlamadim deb o'tib ketaverish bilan qiyoslanayotgani yo'q. Shunchaki dasturxonda nimadir vaziyat bo'ladigan bo'lsa, uni tezgina to'g'rilab qo'yishga aqlingiz ishlaydigan bo'lsa, bu normal holat. Yoki turishga qiynalayotgan insonni ko'rganingizda yordam bervor deb etmasidan oldin o'zingiz turib yordam beradigan bo'lsangiz, bu farosatlilik belgisidir. Lekin hammasi ham bunaqa jo'n va oddiy emas, chunki jo'n va oddiy bo'lganda farosat hammada bor bo'lardi va u ishlardi. Hozir farosatlilik va farosatsizlik o'rtasidagi tafovutlarni aniq misollar yordamida ko'rib chiqqanimizda bu mavzuni yana ham oydinroq tushunib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, vaziyatlarga yuzlanamiz. Ketdik. Oddiyroq misollarda ko'rib chiqishdan boshlaydigan bo'lsak, o'sha kimga bu videoni jo'natgan bo'lsangiz, o'sha inson ham tushunib olishiga yaxshiroq yordam beradi. Zero bu videoni kimga jo'natishni hozirdan bilib bo'lgandirsiz. Mayli. Farosatsizlik nima? Farosatsizlik bu vaziyatlarni ko'rib chiqmoqdamiz. Siz mehmonga bordingiz. Uy egasi tez-tez soatga qarayotganini, charchaganini seza turib, yana bir piyola choy ichaylik deb o'tiraverishingiz, bu siz o'z xohishingiz quliga aylanganingizning belgisidir. Ya'ni siz boshqa insonni holatlarini, o'qiyotgan ishlarini ko'rib turib, miyangizda ignor qilib, faqat o'zingizning xohishingizga bog'lanib qolib harakatlanayotganingiz bu farosatsizlik. Ana endi farosatlilik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, uy egasining charchog'ini uning ko'z qarashidan sezish va gapni chiroyli yakunlab, sizlarni ham charchatib qo'ydik. Endi bizga ruxsat deyish, bu insonning shaxsiy hududiga hurmatdir. Ya'ni insonning shaxsiy hududiga hurmatni ko'rsatadigan bo'lsangiz, ya'ni bir nechta belgilarni ko'rdingiz, charchagan soatga qarayapti, ketgisi kelyapti, so'rga o'tiribdi, ko'rinib turibdi-ku. Va o'sha paytda mayli menga ruxsat deb o'zingiz turib ketadigan bo'lsangiz, bu insonni shaxsiy vaqtiga, shaxsiy hayotiga, uni charchaganiga siz bildirgan hurmatingizdir.
Yana bir yoqimsiz vaziyatni misol keltirib o'taman. Misol uchun mashinaga musor tashab ketadigan tanishlar hammamizda bor va ularni bo'g'ib o'ldirib qo'ygingiz keladi. Nimaga u musorni meni mashinamda tashab ketyapti deb. Lekin bunday vaziyatlarda siz shunchaki musor qolib ketganini o'zidan jahlingiz chiqqanini sezmaysiz. Sizga bu narsa farqi yo'q. Unga mashina mayli qo'yursin. Lekin sizga yoqmaydigan ikkinchi jihat bor. Siz bu mashinani mo'ykasiga xarajat qilgansiz. Xarajatga pulni qayerdan topgansiz? Ishlab topgansiz va ishlab topgan pulingizga mo'yka qildirganingizni eslaydigan bo'lsangiz va bu mo'ykani u kelib musori bilan buzib ketayotganligini eslaydigan bo'lsangiz, bu inson aslida musor tashab ketish orqali sizni mehnatingizga, ishingizga yoki ishlab turib topayotgan pulingizga bildirgan hurmatsizligidek qabul qilib qolishingiz mumkin ong osti miyangizda albatta. Va shuni o'zi asabingizni ko'proq buzib qo'yishi mumkin. Tabiiyki, bunday qilish o'z-o'zidan mana shunday oqibatlarga va boshqa bir opponent, ya'ni inson tomonidan shunday qabul qilinishiga ham olib kelishi mumkin. Yana qolgan vaziyatlarni ham ko'rib chiqamiz. Do'stingiz ishi yurishmayotganini aytib turganida darrov o'z muvaffaqiyatlaringiz haqida gapirib ketish yoki men aytgandim-ku deb aql o'rgatish bu farosatsizlikning oliy nuqtalaridan va darajalaridan biridir. Birinchi navbatda siz uni emotsionalligiga qarshi harakatlarni bajaryapsiz. Ikkinchi navbatda siz uni bundan battarroq depressiyaga yoki tushkunroq holatga tiqib qo'yishingiz mumkin va buni anglash juda ham oson bo'lishi mumkin. Men aytgandim-ku degan gap ham bu farosatsizlik, chunki bu gap unga yoqmasligini bilib turib unga aytish sizga rohat olib kelishi mumkin, lekin nimaga shundoq ham siqilib turgan odamga o'zingizga rohat olib keladigan gapni gapiryapsiz degan savol ham paydo bo'ladi. Bu oddiygina farosatsizlik. Yana shunday insonlar borki, siz o'zingizni dardingizni aytib, o'zingizni his-tuyg'ularingiz, emotsiyalaringiz bilan bo'lishayotganingizda, o'zini fitfilyonta narsasini, o'zini hayotini sizni eshitmasdan turib gapingizni bo'lib gapirib ketadi. Bu ham farosatsizlik. Nimagaligini endi yana qayta tushuntirib o'tirishimga hojat bo'lmasa kerak. Xo'p, farosatlilik qanday namoyon bo'ladi bunday vaziyatda deysizmi? Hozir ko'rib chiqamiz. Bunday vaziyatda farosat bu jimgina eshitish. Agar u maslahat so'ramasa, shunchaki men yoningdaman, nima yordam kerak desa, bu psixologik xavfsizlik yaratishdir. Gohida kimdir o'zining dardini yoki ichidan o'tayotgan his-tuyg'ularini tushuntirib berayotganda unga maslahat kerak emas, u shunchaki o'zining ichidagi bilan bo'lishishga odam qidirayotgan bo'ladi va bunday vaziyatlarda ortiqcha maslahat berib aqllilik qilishdan ko'ra "Men yoningdaman, nima yordam kerak bo'lsa aytur" deyishingiz kuchliroq ta'sir doirasiga ega. Chunki aynan shunaqa deydigan bo'lsangiz, u o'zini psixologik xotirjam maydonda, psixologik xotirjam insonning yonida his qiladi. Unga yana qayta bosim bo'lmaydi. Men aytgandim-ku degan bosim bo'lmaydi. Va bu ham boshqa bir insonni emotsional intellektingiz orqali analiz qilib, to'g'ri harakatlar ketma-ketligini bajarishingizga kirib ketadi va bu ham farosatdir. Yana bitta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Bu ishni puxta qilish. Ishni puxta qiladigan bo'lsangiz, sizni puxta qilingan ishingiz boshqa bir insonlarni ishiga ta'sir qilsa-da, faqat yaxshi ta'sir qilsa, demak bu siz farosatli ish qilganingizdan dalolatdir. Oddiygina misol aytaman, deylik qaysidir joyga borishingiz kerak va bu joyga borganingizda parkovka tashqaridagi parkovkalar to'la hammasi. Bunday vaziyatda siz qaysidir mashinani to'sib kirib ketishingiz mumkin. Bu birinchi navbatda o'sha to'sib ketgan mashinangizga nisbatan siz farosatsizlik qilganingizni belgisidir. Chunki bu yerda faqat o'zingizni nafsingizni yoki o'zingizni ehtiyojingizni o'ylagansiz. Bu insonga qanaqadir bir ziyon yoki dilxiralik keltirishingiz haqida o'ylamagansiz va shu o'ylamaganingizni farosatsizlik deb biz ishonch bilan ayta olamiz. Lekin ikkinchi vaziyat ham bor. Deylik, o'sha odam o'sha yerdan chiqmadi, bo'ldi. Siz ishingizni bitirib chiqquningizga qadar mashinangiz o'sha yerda bexatar turdi deylik. Hammasi yaxshi o'tdi. Lekin o'sha odam chiqib qolsa-chi, sizga telefon qilsa-chi, siz bu yoqdan qilib turgan ishingizdan chalg'ib mashinangizni olishga kelishingiz kerak va bu yerdan ishdan chalg'ib kelishingiz bu yerda turgan atrofingizdagi insonlarni vaqtiga va qilayotgan ishiga hurmatsizlik bo'lib qoladi. Nimaga siz ketayotgan ishni tashlab bu yoqqa chiqib ketyapsiz? Baribir mamutdan chiqib bu yoqqa kelishga vaqtingiz ketadimi? Demak, siz mashinangizni oldindan to'g'ri hech kimga xalaqit bermaydigan joyga qo'yadigan bo'lsangiz, ham bu yoqdagi jamoangiz
qiynalmaydi, ham bo'tda hech kimni to'sib ketmaysiz. Bu esa ishni puxta qilish va farosatli harakatlanish deb bemalol aytishimiz mumkin. Bunday vaziyatlar juda ham ko'p, menimcha hammasini va asosiylarini birma-bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, farosat so'zining oliy ma'nosini tushunib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, davom etamiz. Deylik, video qo'ng'iroq qilishingiz kerak va qo'ng'iroq qilishdan oldin bo'shmisan deb so'ramaslik, video qo'ng'iroqda gaplasha olaysanmi deb so'ramaslik, ko'chada baland ovozda gaplashish ham bu farosatsizlikdir. Nimaga? Chunki ko'rmasdan turib, video xabarligiga e'tibor qilmasdan turib, haligi odam telefonni ko'tarib yuboradigan bo'lsa va u o'zini sizga bu holatda ko'rsatishga tayyor bo'lmasa, bu siz telefon qilayotgan insonga noqulaylik tug'diradi. Siz bo'lsa ko'chada jamoat joyida video vizovda gaplashib ketayotgan bo'lsangiz, orqa fondagi odamlarga va atrofingizdagi odamlarga noqulaylik tug'dirasiz va sizning gapingizni vamti gromkida chiqayotgan hamma gapni atrofdagi odamlar eshitishi shart emas degan fikr sizda bo'ladigan bo'lsa, demak siz farosatli harakatlangan bo'lasiz. Lekin aksariyat holatlarda bunday ish qiluvchilarni biz farosatsiz deb atashga majbur bo'lib qolamiz, chunki ular haligi odam qanaqa holatdaligini inobatga olmagan holda video xabarda u bilan gaplashmoqchi bo'ladi. Shunday ekan, video xabar qilishdan oldin ham so'rab qo'yish, atrofingizga qarab qo'yish ham bu farosatlilik belgisidir. Bunday vaziyatlarga ham guvoh bo'ldim, shuning uchun shunday misol ham ko'rsatib o'tdim. Hop, bunday vaziyatda qanday harakatlar farosatli harakatlar deyilishi mumkin? Ko'rib chiqamiz. Boshqalarning qulog'i va shaxsiy hududi sizning mulkingiz emasligini tushunib harakatlanadigan bo'lsangiz, siz farosatli harakat qilgan bo'lasiz. Bo'ldi. Ya'ni boshqalarning qulog'i va shaxsiy hududi deganda, boshqalar sizning hayotingizga oid bo'lgan ba'zi bir ma'lumotlarni eshitishi yoqimsiz holat. Shuni tushunishga aql ishlaydigan bo'lsa bo'ldi. Chunki gromkida gaplashib ketadigan bo'lsangiz yoki siz gaplaringizni hamma eshitib ketadigan bo'lsa, siz boshqalarga noqulaylik tug'dirib qo'yishingiz mumkin va maydon nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilayotgan odamingiz ham u maydonni ko'rsatgisi kelmayotgan bo'lishi mumkin va siz ko'rib qoladigan bo'lsangiz, unga ozgina xijolatchilik, noqulaylik vaziyatini tug'dirib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun ham inobatga olib harakatlanish kerak. Yana bir holat, deylik qaysidir maydonga nimadir ish bilan keldingiz va u joyga siz kelishuvdan tashqari inson bilan keladigan bo'lsangiz ham farosatsizlik hisoblanib qolishi mumkin. Nimaga? Chunki siz kelayotgan inson, siz birga kelayotgan inson, siz borayotgan insonlar davrasini tanimaydigan bo'lsa, birinchi navbatda siz yoningizdagi insonga noqulay bo'ladi, ikkinchi navbatda esa siz borayotgan davradagi insonlarga noqulaylik tug'dirasiz. Ikkala tomonlama ham noqulaylik tug'dirayotgan odam siz ekansiz, balki men farosatsiz ish qilayotgandirman deb o'zingizga savol berish vaqti kelgandir. Farosatli qanaqa bo'lar deydigan bo'lsangiz, juda ham oddiy, shunchaki notanish odamni notanish davralarga maqsadsiz yoki rejadan tashqari olib kelayotganingizda ogohlantirib qo'yish va bu vaziyatga qolgan insonlarning munosabatini bilish bo'ldi. Xo'p, yuqori farosatni zo'r ko'rsatadigan bo'lsam, men nimalarga erishaman, nima ham menga berardi, o'zimni o'ylab, o'zimni ehtiyojimni, o'zimni instinktiv xohishlarimni qondirib maza qilib yashasam bo'ladi-ku deydigan bo'lsangiz, farosatli harakatlanishda yutuqlar aslida ko'proq ekanligini 100% ishonch bilan ayta olaman. Chunki farosatli harakatlanadigan insonlarga bo'lgan hurmat ancha yuqoriroq bo'ladi va yutuqlar ham shunga munosib bo'ladi. Hozir ularni ham ko'rib chiqamiz. Agar siz farosatingizni rivojlantirsangiz, hayotingizdagi quyidagi mo'jizalar yuz beradi. Birinchisi magnetizm. Siz bilan hamma gaplashgisi keladi, chunki siz odamlarni eshitmaysiz, balki his qila olasiz. Ikkinchisi, konfliktlarning yo'qolishi. Farosatli inson urush boshlanishidan avval uning hududini sezadi, uning kelishini va boshlanishini sezadi va vaziyatni oldindan boshqara oladi. Mansab va pul, biznes, bu munosabatlar. Farosatli odam sherigining nima istayotganligini u gapirmasdan oldin tushunadi. Bu esa eng katta kelishuvlarga yo'l ochib beradi. Agar menga odamlarning talpinishi kerak emas, biznes bilan ham shug'ullanmoqchi emasman, atrofimdagi odamlar meni hurmat qilmay qo'yaversin, menga qiziq emas yoki shu kabi fikrlarda yashamoqchi bo'lsangiz, farosatsizlik ortidan kelishi mumkin bo'lgan noxush vaziyatlarga ham tayyor bo'ling, chunki farosatsizlikning ham oqibatlari bor, ularni ko'rib chiqamiz. Agar sizda farosat past bo'lsa, odamlar sizdan qochadi. Energetik va jismoniy jihatdan uzoqlashishga harakat qilishadi. Sizni og'ir, zerikarli yoki betarbiya deb hisoblashadi.
Eng alamlisi, siz nega odamlar sizdan uzoqlashayotganligini hech qachon boshqa yo'l bilan tushuna olmaysiz. Xo'p, men qaysidir ma'noda farosatsizdirman deb o'zingizga gapirayotgan bo'lsangiz, xulosa chiqarishga shoshilmang. Siz bunaqa deyotganingizning o'zi ham farosatning belgisidir avvalo. Lekin ikkinchi jihatdan shunchaki farosatingizni o'stirmoqchi bo'lsangiz va yangi darajaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, unda quyidagi amaliy mashg'ulot sizga foydali bo'ladi. Diqqat bilan eshiting. Har qanday vaziyatda biror ish qilishdan oldin o'zingizga savol bering. Agar men hozir qarshimdagi insonning o'rnida bo'lganimda o'zimni qanday his qilardim? Shu savolning o'zi sizni oliy martabali insonga aylantiradi. Nimaga? Chunki siz qaysidir vaziyatda shunchaki o'tirishdan oldin yoki nimadir qilishdan oldin atrofingizdagilarga bu qanday bo'linishi haqida o'ylayotgan ekansiz, ertaga atrofingizdagilarga qanaqa bilinishini analiz qilishingiz ortidan ularga ma'qul keluvchi harakatlar ketma-ketligini oldindan o'ylab qilishni boshlaysiz. Bu analizni va fikrlashni yangi darajaga olib chiqadi va shuni o'rtasida siz kattagina natijalarga erishishingiz mumkin. Yana ham oddiyroq va qaytadan tushuntiraman, yaxshilab eslab qoling. Birinchi navbatda nimadir ish qilishdan oldin atrofingizni analiz qilishingiz yoki atrofingizdagi insonlarning siz qilayotgan ishga nisbatan munosabati qanaqa bo'lishi haqida o'ylashingiz siz boshqa bir insonlarga ma'qul keluvchi yoki ular tomonidan negativ qabul qilinmaydigan ishlarni qilishingizga olib keladi. Buning natijasida esa siz haqingizdagi taassurot yaxshi bo'ladi va sizga bo'lgan hurmat ham siz to'g'ri bajargan yoki qilayotgan ishlaringizga qarab oshib boraveradi. Ana endi bu naqadar kerakli xislatligini anglayapsiz degan umiddaman. Farosatni yana bir bora ta'riflaydigan bo'lsak, farosat bu oldindan bilimlarni yurak chig'irig'idan o'tkazishdir. Bu nafaqat o'zingizni, balki borliqni anglashdir. Agar siz bugun o'zingizda qaysidir farosatsizlikni tan olgan bo'lsangiz, tabriklayman, bu sizning katta odam pozitsiyasiga o'tganingiz va o'sishni boshlaganingizning belgisidir. Ya'ni katta odam pozitsiyasida bir necha bora aytayapman. Agar bu pozitsiyani to'liq tushunishni istasangiz, undan oldingi videorolikimni sahifamda ko'rishingiz mumkin va bu pozitsiyalar haqida katta bilimlarni ham o'sha oldin chiqib bo'lgan videorolikda topishingiz mumkin. Videoning nomi Men sizni taniyman, Samat Sankar. Hozir esa farosatli inson har doim katta inson pozitsiyasidan analizlar orqali, fikrlar orqali harakatlanishini bilib olgan ekanmiz. Yana bir savolim bor. Sizningcha eng katta farosatsizlik nima? Kommentariyada yozib qoldiring. Va bu vaziyatni to'g'ri harakatlarga bog'laydigan bo'lsak, o'sha vaziyat qanday bo'lishi kerak edi? Savolining javobini ham yozib qoldiring. Ya'ni eng katta farosatsizlik siz uchun nima ekanligini yozasiz va bunday vaziyat aslida mana bunday bo'lsa, ancha farosatli bo'lar edi deb yozib qoldiradigan bo'lsangiz, menimcha kommentariyalarni o'quvchi insonlarga ham anchagina foydali bo'ladi. Demak, kommentariyalarda muloqotni davom ettiramiz. Bayoni merosi akkauntiga obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Like, podpiska hamma tugmalarni bosib qo'ying, chunki bu qaysidir xislatning belgisi bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa albatta.